Rolov brendidan svarishni apparati bor. Naq 3tasi birdasidan keldi. Kempin, Svarka, Argon. 3 xil palajinada ishlab beradigan MiG 350 sifati zo'rdan inverterli Rolov nemetskiy brend. Ko'rib turibsizlar, uncha Svarka apparati mazzasini qochiradigan svarishni apparat. Narxi bor, o'ta ham hamyonbop keldi. Xo'p, kamiga bu Svarka apparatimiz bez gazli, gazsiz ishlaydi. Monitorlarga e'tibor bering. Вообще jinnixona bo'lyapti. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, ochilgan varianti. Xullas komplektdan nimalar chiqishini bitta ko'rsatib o'taman. Ungacha bitta like bosib kanalga podpiska qilib qo'llab-quvvatlab qo'yaverasizlar. Keyin videom bor, o'rtalarga gruppasini tashab qo'yamiz. Foydalanib oladigan joyi keldi, ko'rib turibsizlar. Xo'p, apparatimizning korobkasi, uning ichidan chiqadigan svarishni apparati. Xo'p, massa держак, xullas ikkalasi ham bor. Mana svarkaga massa держagi, mana bu yerda kemping uchun держак, ko'rib turibsizlar. O'zini original держагidan chiqadi. Maskani oynasi, garantiya taloni, xo'p, o'zini обычный maskasi, mana buning ichida sima ham bor. Ko'rib turibsizlar, simadan ham chiqyapti. Xo'p, shilaylar qoqqan cho'tkachasi, maskani ruchkasi, mana ko'rib turibsizlar. Polностью hammasining narxini atiga $100 qilib beryapmiz. Naq 3tasi birda svarishni apparatimiz, garantiya original. Xo'p, narxi $100. Endi bular qo'shimchasiga mana bu hamilyon bonus qilib beramiz. Hamilyon maskamiz 120 ming so'm sotiladigan hamilyon maskani mutlaqo tekinga bonusga qo'shib beramiz. Ko'rsizlar. Xo'p, $100 ga bonusdan svarishni apparati olasizlar. Mana bu hamilyon maskamiz bo'lsa, bonus qilib beramiz. Xullas, hammasini $100 qilib beryapmiz. Buni to'kat qilib bitta vaqt ko'rsatamiz endi. Va tablolari bor, o'ta jinnixona bo'yapti, ko'rib turibsizlar. Sifati juda ham zo'r ishlangan ekan. Birinchi marta ko'rib turibman, xullas bunaqa svarishni apparati ko'rib tursa, ikkita quloqli ishlashi bor, o'ta chotki ekan. Xo'p, mana 3 xil palajinada ishlaydi. 0.8 lik sim, 1 lik sim yoqadi. Tik funksiyasi, argon funksiyasi va MMO svarka. Bemalol rejimlar almashtirib, bu knopkadan maza qilib ishlatadigan apparat ekan. Xullas, mana bu tomoniga sim tushadi, kempingda sim tushadi. Bemalol держагini qo'yib ishlatsa bo'ladi. Orqa sovutish tizimlari o'chirib yoqadigan kulchator, endi ko'rib turibsizlar. Zazilinalar ochilgan apparat haqiqatan moshni ishlangan ekan. Yon tomoni Rolov Germaniya texnologiyasi MiG 350. Apparat bor. Вообще kommentda fikrlarni qoldirasizlar. Bitta like arsa kerak endi bu bor. Вообще nima edi? Kompyuter qilib tashlaganda xullas. Xo'p, bu svarishni apparatimiz ko'rib turibsizlar, asal maqtaylik $100 ga bonusda komplekt arzidan bo'lgan kommentda fikrlanib turibsizlar. Endi bu apparatimizni amalda ishlatib bitta ko'rsatib beramiz. Puliga arzidan bo'lgan fikrlarni qoldirasizlar. Xullas, like ni bosib kanalga podpiska qilib, gruppalarga tarqatib tashaveramiz. Foydalanib oladigan joyi 3 ta funksiyalar kempinimiz $100 dan. Bonusiga hamilyon maskasi. Xo'p, komplektni ko'rib turibsizlar, mana shu komplekt chiqadi. Endi argonni ishlataman degan odamlarga mana argon держagi отдельный sotuvda bor, mana ko'rib turibsizlar, argon hamma mayda shudalari bor o'zida. Xo'p, buni narxi отдельный $20 dan qilib beramiz. Argon держagi $20, bu tomoni bo'lsa $100. Ko'pchilik kerak bo'lmaydi. Kimga kerak bo'lsa argon держagini sotib olib ishlatsa bo'ladi. Argon держagi bilan $120. Bu kerak emas bo'lsa $100 ga bemalol xarid qilaverasiz. Svarishni apparatimizni 224 ga ulab oldik, ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana MMO rejimga qo'yib olganman. Bosiladi, rejimlar o'zgaraveradi. MMO rejimga qo'yamiz. Elektrodlarga e'tibor beramiz. 2, 3, 4. Ular 3 xil elektrod yoqib ko'rsatamiz. Svarka apparati kuchini bitta ko'rsatib beramiz. Boshlaydi bo'lsa. Xullas, ko'rib turibsizlar, ikkili elektrodni shovullat yoqib beryapti. Endi men uchligini ko'raman. Uchligini bitta ko'ramiz. Apparatga borib, umuman gap yo'q ekan. Uchli elektroddan shovullatyapti mana. Eng kattasi 4li elektrodlar apparatlar kuchandas deydi-yu. Bitta ko'ramiz uni. Ko'rib turibsizlar,
to'rli elektrodni ham shovlat yoqib beryapti. Mana bu apparatni, svarishni apparati qanaqa ishlayapti? Kommentda fikrlarni kutasizlar. Bitta like bosib, podpiska qilib qo'yasizlar. Apparat ko'rib turibsizlar, kemping funksiyasini bitta ishlatib o'tirsizlar mana. MMR rejimda turibdi. Xo'p, Flux 08 kemping rejimga o'tkazamiz. Derjaga bosamiz, kategoriyaga aylanaveradi. Sim kelib chiqib turibdi, ko'rib turibsizlar. Bosamiz, endi ishlatishni ko'ramiz. Shoplari qalay chiqadi, shoplari. Bitta ko'rsatamiz. Yaqinroqdan ko'rsatasiz, o'ta chotga chiqarib beradi shopni bor. Mana elektrodchani bor, mahkamlab ko'rsataman endi. Qo'ldan kelgancha. Bu deyapti. Xullas qo'ldan kelgancha biz endi svarchik emasmiz, lekin shopi bor-ku. Chotga yaqin, uncha bezgaz yoki pullar shopi bunaqa chiqmaydi. Normalda. Ko'rib turibsizlar. Shlak yo'q. Chotga. Apparat